Assalomu alaykum qo'yishqozlari, chorva ishqozlari, hurmatli obunachilar. Mana Qirg'iziston Bishkekidan kelgan qiyiqi tiniq, yorug' yuzligidan kelgan bir jup axta pichma so'ragan aka-ukalarga bir jup pichmasidan. Mana suyoqlarni qarang bularni. Qiyiq tiniq holatda kelar mana bir jupgina olaman degan aka-uka do'st birodarlarga buni turishlar, stoygalar qarang. Dumbalari tikka, oyoq qo'llari uzun haqiqiy bo'ladigan variantida. Go'sht yo'nalishida boqaman degan aka-ukalarga buni boqib yurgan odamlarga aka mana bunday deb tushuntirish kerak. Yana bir eslatib o'tamiz. Bilasizlar, bularning o'zgarishi sog'liqdan ham tez o'zgaradi. Asfota bo'lmaydi. Chiroyli qilib go'sht yo'nalishida yemlab qo'yaman degan aka-ukalarga mana haqiqiy yirik bo'lib ketadigan 8 oylik atrofida, 7-8 oylik atrofida qo'zlar kelar to'qli variantdagisi. 7-8 oylik to'qli variantdagilar akalar mana yiriklab ketadigan, endi o'zgarishga kelgan holatdagi qo'zlarimiz, xudo xolasa aloqa chiqasizlar, ish bitadi. O'ylari 75 plyusda, yosh oilalar aytganimda 7-8 oylik. Sog'liqlari hamma tomonlama uddor akalar. O'ylab o'tirmay shunday aloqa chiqasiz. Narxi ham unaqa qimmat emas, 5,5-5 million emas. Jupini bo'ladigani 9 million 300 ming so'mga akalar. Yetkazib beraman, xudo xolasa aloqa chiqasizlar, ish bitadi. 5 oylik qo'z emas. 75 plyusda 8 oylik to'qli variantdagilar akalar. Mana ko'rib turibsiz, qo'zining sifatlari ham o'ta uddor holatda. Inshaalloh ish bitadi, aloqa chiqasizlar. Jonivorni qarang. Ko'raversinmi? Kelar manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'onda aloqa chiqaverasizlar.